Akalar mana Ganjiron filialiga kelganmiz. Xudo xolasa bu yerda Motorola skuterlardan tashqari zapchast do'konimizni ham mana tashkil qildik. Xudo xolasa mana kelinglar. Sizlarga istalgan turdagi zapchastlarni ko'rsatib, hozir obzorini qilib beramiz. Mana bu yerda Nozimjon bor. Nozimjon mana zapchast bilan shug'ullanadi. Nozimjon, yangi do'konlar qullab bo'lsa endi. Qullab, rahmat. Kameraga qarab mana gapirib bersangiz, men tushuntirib kelaverasizlar, nima zapchast kerak bo'lsa aloqa so'rasizlar, hammasini qilib beramiz. To'g'ri. Motorola skuterlarga arzon narxlarda. Motorola skuterga bor hamma narsa. Mototsikllarga-chi? Unga to'g'ri, hamma balonlari, kamerami, redaktorlari ko'rsatib o'ting mana ba'zi. Akkumulyatorlari ham bor. Akkumulyator. Mana bu yerda stoplar bor, xolasalar, pоворотный, bu yerda amortizatorlar bor ekan. Skuterlar, 2 g'ildirli skuterlar uchun tentlar bor mana. To'xta, mana shu 90lik 506 1206 nomer beryapmiz klientlarimizga. Mana shu yigit Bunyodjon usta bo'ladi. Motorollarda ustasi. Usta bizarmi? Hop. Ko'rib turibsizlar, assortimentlar juda zo'r. Do'konimizni endi to'ldiryapmiz. Mana tepada qutilar bor, yaxshi dastlabki uchun. Dastlabchilarga qutulamiz. Bizda arzon narxlarda, xudo xolasa. Hali sanchib olinmaydi-da, qo'pol qilayotganda optim narxida imkon qadar qilib beramiz, xudo xolasa. Kaskalar turidan. Kaskalar bor mana arzon narxlarda. Nozimjon, kaskalar bilan bir nima qilib ber, narxini tanishtirib ber. Mana bundan mana boshladi kaska. Shu kaska nech pul mana? 200 ming. AHK degan kaska. 200 ming so'm turadi mana. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana ichlarini ham ko'rsataylik. Ochiladi. Oldida ochkilar tushib chiqar ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Qo'shimcha ochkilari. 200 ming so'm. Xo'p. Navbatdagi kaskamiz. Puliga qarab, Nozimjon o'zing ko'rsatib ber. Endi hamma narsa puliga yarashadi. Bu nech puliga? 500 ming so'm chiqadi. 500 ming so'm. Sertifikatlari ham bor, dot sertifikat. Dot sertifikat bilan. Aynan. Jog'lar tepaga ochiladi. Ichlari ham mexlari ham qalin bo'ladi. Mexlari qalin. Ochilari ham ochiq tushirgan. Endi mikrofon ham dastlabchilar qo'yib olsa bo'ladi, joylashishning joyi bor shu. Mikrofon ham o'rnatsa bo'ladi. Buni oxirgi narxi 500 ming so'm. 500 ming. Original. Navbatdagisi kaskaga qiziqqanlar uchun mana. Bu ham shu sertifikatlar bor orqasida. Dot sertifikatiga ega. Bu ham jog' ochiladi. Jog'i tepaga ochiladi. Bunga ham shu bulut tushirma ulosi bo'ladi elektron. Kamera ham o'rnatsa bo'ladi. Bo'ladi. 500 ming so'm beramiz. 500 ming so'm. Buni qora laboyi, qora nimasi bormi? Achkisi? Ichida bor hamma yo'q. Ha, ichida achkisi tushirgan. Mana bu tarafda shu. Buning ranglari har xilmi? Rangi bu mana shu dizaynini. Qo'lda tortsalar ham bo'ladi, bu tomonda ham. Qurilma mexanika qilib qo'yilgan. Buni fasoni qaysi birini aytsangiz shuni qilib beriladi. Navbatgisi bu BK degani, originali bu. Eng qimmati shumi hozir? Shu. Dot sertifikati bor ekan. Dot sertifikati bormi? O'zi ko'targanda bilinadi. Bunda ham ochilari bor. Yondan tushib jog' ochiladi. Jog'i tepaga ochiladi. Kamera o'rnatsa bo'ladi. Kamera, mikrofon 700 ming so'm beramiz. 700 ming so'm. Endi hamma narsa narxiga qarab sifati oshib boradi. Bundan keyingisi. Buni ham fasonlarni ko'radilar. Sertifikat bu. Buni ham narxi 500 ming chiqadi. Fason boshqacha 3 xil dizaynda bu. Dastlabki qanaqa bo'ladi Nozimjon bularga? Dastlabki qilib beramiz, kelishgan holatda. Misol Toshkentdan telefon qilishyapti, nech pulga chiqarib yuboramiz. Endi eng past narxi Toshkentga nech pul? Yo'l-yo'l shopirlarni gaplashamiz. 70 ming, 60 ming, 70 ming atrofida bo'ladi. 50 ming, 70 ming atrofida Toshkentga dastlabki qilib chiqarib yuboriladi. Bu dastlabki Toshkent bilan kerak bo'lsa solishtirib olinglar narxlarni, mana ko'rib. Zapchastchilar biladi, misol narxlar ko'ringlar. Kaskalar nech pul? Mana 200 ming so'mlik kaskalar bor, 500 minglik bor, 700 minglik bor ekan mana. 200 mingdan 700 ming so'mgacha ekan. Xolasalarning 20 ming so'mlik, 20 ming so'mlik kaskalar bor.
Ha, Nozimjon. Uni endi sog'lig'ini Shuni hurmatli kuzatuvchilar, mana bu generatorimiz Motorola'larga tushadi. Narxi $300. 4 litr benzin bilan 100 kilometrgacha akkumulyatorga zaryad berib boradi. Buni qulayligi akkumulyatorda o'sha zaryad oladigan joyga suqib qo'yiladi. Akkumulyatorda zaryad pasaygan paytda o'zi avtomat ishlab ketadi. Og'ir narsa, o'shancha ola olmadim. Buni narxini $230. 250 dollar qilib beramiz. Oxirgi narxi. Taqalgani $250 ekan, mana $300 sotilgan lekin. Ha, shunaqa. Mana benzinli Motorol mototsikllarga xudo xolasa bu yerda speedometrlarimiz ham bor. Narxi 120 ming so'm atigi. Mana 120 ming so'm. Kim beradi speedometr? Elektronli motorollarga, skuterlarga mana 85 ming so'mdan mana tablolar bor. Narxlarini aytib ketaverib, cho'zilib ketadi hozir video. 85 ming so'm. Narx nima demaginda, falon narsa, piston narsa deb ketaver. Tablolar mana 70 mingdan 120 ming 200 minggacha mana ko'raverasizlar. Xudo xolasa skuterlarga oldi faralar bor, motorollarga arqa stop, pavorotnik, bu yerda amortizatorlar, kalit zamoylar bor, telefon dirijatorlar bor, ko'raverasizlar. Signallar, bakovoylar, kaska, quti, motorollar uchun oldi faralar, ko'rib turibsizlar. Motorol skuterlarga zaryadniklar, amortizatorlar, vilkalar, balonlar, pokrishkalar, amortizatorlar ko'ryapsiz, vilkalar. Hop, kontrollerlar bor. Hop, ustalar uchun tekshiradigan, motor miya tekshiradigan, akkumulyator tekshiradigan apparatlar bor. Mana diskali, mana skuterlar motori bor, tayyor. Narxlarini arzon qilib beramiz, xudo xolasa. Kamerlar bormi? 15 mingdan 25 ming, 30 minggacha kamerlarimiz. Tormoz sistemalari bor, butun boshli, komplekt qilib beramiz. Supportlar bor, mana ko'rib turibsizlar. Benzinli motorol skuterlar uchun. Avtomatlar bor, gaz ruchkalar bor, resorlar, savatlar bor, mana oldiga, skuterlar oldiga. Hatto mana sasoylargacha bor. Sasoylargacha. Akkumulyator suvi ham bor mana. Telefon qilaverasizlar, arzon narxlarda qilib beramiz. Effekti bormi buni deyshadi. Buni effekti bor. Bekorga bu chiqarilmaydi. Effekti borligi uchun. Misol, Bularni bir gapirib. zaryadi tushib ketgandan keyin buni misol 2 yil ishlatdilaring, zaryad kam yuribdi akkumulyatorlar. Bundan olib shpressda quyib yuborasizlar, yana yurishda davom etaverasizlar. Pullaring kam bo'lsa, shu usuldan ham foydalansangiz bo'ladi. Hop, reduktorlarimiz bor. 12 xil turdagi motorolga tushaveradi. Xudo xolasa buni tishlari, ichidagi tishlari soni har xil bo'ladi. 6 tali, 18 tali, 17 tali, 20 tali, 16 tali, 22 tali bo'ladi. Har xil istalgan motorolga topsalaring bo'ladi bizda zapchast. Xudo xolasa mana do'konimizni ko'rsating. Endi to'ldiryapmiz do'konimizni, xudo xolasa. O'zi asli 1000 xildan oshiq shu zapchast sohasida tovarimiz bor. Tormoz sistemalariga hamma yo'g'i bor. Telefon qilaverasizlar, pastda nomer yozib qoldiramiz. Mana arzon narxlarda qilib beramiz. Insof bilan. Bu hozir motorol sotib turgan do'konimizdagi bitta xonasiga jihozlaganmiz zapchastlar bilan. Qo'qonda shu Mastona bozorida ham 3 ta joyimiz bor. 3 ta joyda konteynerlar bor. Shu joyda ham savdo qilinadi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xohlagan turdagi zapchastlaringni topishlaring mumkin. Xuddi shunday. Telefon qilaverasizlar, pastda nomer yozib qoldiramiz. Skuter, motorol haydaydiganlarga shu videoni jo'natib qo'ysalaring, zapchast kerak bo'lib qolganda bizga telefon qilib, arzon narxlarda xarid qilishaveradi, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, xudo xolasa. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Like bosishni unutmanglar, akalar.